Yunusoboddan Patkulush 4 etажli uchastkamizni o'zingiz storyda tanlagan narxlarga obzor qilib beramiz. Dahshat uy ekan, rosa havasim keldi. Bitta mana mashina televizor yo'q ekanda. Mana shu uyni sotib olgan odamga kanalimiz nomidan mana shu yoqqa 55 talik televizor qo'yib beramiz. Yunusoboddamiz, mana bu yoq taraf shunday zenitdan kelaverish bo'ladi. Mana shu uchastkamiz kim chizgan bo'lsa ham, kim qurgan bo'lsa ham baraka topsin lekin. Albatta Telegram kanaliga o'tib buni rasmlarini ko'ringlar, chunki videoga hozir hammasi sig'maydi. Uchastkamiz 1.8 sotuvga tushgan, 6 ta xonasi bor. 4 ta sanuzel, 2 ta oshxona, 100% Patkulush mebel texnikalari bilan sotilib, bu yoq taraf oshxonasi bo'ladi. Narxi lekin vafsha arzon bor, biratan foyda qilmayaptilar. Ikkinchi oshxonasi bo'ladi, orqa hovlisi bo'ladi. Mashina ichida yuribmiz, narxi o'zimga vafsha yoqdi lekin rostdan ham siruvchi narxlarda sotyaptilar. Hovlga chiqamiz, qaranglar. Podvol bor, mana shu binoyimizning tegi hammasi podvol qilingan. 100% Patkulush holatda podvol ham. Ikkinchi etaj mansardasi ham, pardalargacha, lyustralargacha 100% Patkulush qilib qo'yibdilar lekin. O'zimni pulim bo'lsa rostdan sotib olardim lekin. Mana bu taraflarni qaranglar. Hamma narsasi bor. Mana 4-qavati mansarda qilingan. 1.8 sotuvga lekin proyekt kim chizib bergan bo'lsa ham, kim qurgan bo'lsa ham baraka topsin lekin. Detskiy plashatkalari ham bor ekan. Podvolini qaranglar, kattaligini. Hamma tarafda yana bitta katta xonasi bor ekan.